marketing ravno teng Instagram. Dekabr oylarida shu 605 agensiya strategiya tuzdirajak vaqti 19,000 atrofida narx aytilgan. Pregovor bo'ladi. Pregovorga borgan vaqti ko'pchilik davrganlar bo'ladi-ku. Shunday strategiya tuzib beraman deydi, 12 dana post ataman deydi. Agensiyaning rahbarlari yotibman, 12 dana post ataman deydi, bo'ldi. 12 reels. Da, 12 reels strategiya atib beraman deydi, boshqa ataman deydi. Shu bilan уже na tayyor. Men keyin o'ylanaman, 12 dana. Hammaga shunday podxodmi yo har xil biznesga har xil podxodmi? Masalan, bir yerda 2 dana reels, допустим, 2 dana post bir oyga yetadi. O'zi nishat sotgan yaxshi. O'zingiz sotuv bo'yicha ishlayapsiz, o'zi xizmatini. Marketing degan narsa hali bizdan rынок tayyorlamas ekan, bizdan bozor hali tayyorlamas ekan. Что marketing endi qo'pol olsam aytaman, bizani xalqimizning o'rtasida ozgina na ekan. Bu Instagramda kontent qo'yish ekan. Albatta. Yetdimi? Bir. Ovoz normalmi? Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hurmatli YouTube'da ovqatlanish vaqtimda asosan yoki o'zi bir narsani o'rganaman deb kirgan marketing va SMM sohasini shinavandalari. Xudo xohlasa bugun podkastimiz marketing va kichkina bo'lsa ham, yo'q, kichkina emas, sal kattaroq bo'lsa ham SMM haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi birinchi mana mehmonim Nabijana Familiyangiz Rahimov. Nabijana Rahimov marketing va sotuv bo'yicha 6 yildan beri Rossiyada B2B kreativ agensiya bilan ishga o'tirgan mutaxassisimiz. Xudo xohlasa bugun marketing va sotuv bo'yicha va SMM bo'yicha kerakli va manfaatli bo'lgan informatsiya, kerakli bo'lgan nima deymiz, bilimlarni ulashib beradi Xudo xohlasa. Nabijana, o'zingizni qisqacha va qiziqarli tarzda tanishtirib o'tasiz. Xo'p, assalomu alaykum. Sho'ra qarab so'raymi? Farqi yo'q. Adım Nabijan Rahimov. 6 yildan beri marketing bilan shug'ullanaman. Marketing plus sotuv. Tak, nishatib bu sohaga kirib qoldim desa, o'zim 2018-yilda o'qishga ketib qoldim. Hamma narsa shu yerdan boshlandi menda. Eng birinchi marketingga netib kirib kelganim, yosh bolalar netib kirib keladi-ku, endi birinchi qadamlarni bosdi deydilar. Shu narsa menda 2019da 2018ning oxiri 2019ning boshida bo'ldi. Bu yerda bizani institutimiz o'qishda nima bo'lar edi? Shunday community bo'lar edi. Odam community edi. Community shu yerda o'zimiz studentlar как раз har xil мероприятияlarni amalga oshiradilar. Shu yerda men eng birinchi ishimni nima bo'lib boshladim. Birinchi forumga bordim. O'zimiz studentlar uchun, studentlar tarafdan tashkillashtirilgan. Shu yerda qiziqib, bolalar bilan tanishib, so'radim. Men nishatib sizlarga qo'shilsam bo'ladi degan savol bo'ldi. Ular aytdi, bemalol ish yerga kelasan, ishni ishlatasan, как бы sen komandadasan. Bo'ldi, keldim. Meni eng birinchi aytgan ishim как раз tekst yozish bo'ldi. Copywriter, tipa SMM. Shunday olib boshlandi. Tushunarli. O'shada yana o'zimni ham qisqacha tanishtirib o'tayim. Men ismim Atajonov Jasur. SMM va marketing sohasida va media sohasida deyarli 3 yildan ziyodroq vaqt davomida ishlab kelaman va hozirda Data ta'lim stansiyasi va Data xalqaro maktabini marketing bo'lim rahbariman. Xo'p, Nabijana, o'zi marketing yoki sotuv ham aytib o'tganingizdek, institut davrida tipa ishlab, tajriba uchun ishlab, ya'ni copywriting, SMM sohasida ishlayapman dedingiz. O'zi yosh vaqtingizdan tipa sal qaytamiz. Nerdansiz? Nerda o'qigansiz? Tipa Rossiyaga nishab ketgansiz? Qisqacha. Так, o'zi menimcha ko'pchilik yoshlarning oralig'ida bu narsa mashhur, что Koreyaga o'qishga ketish degan narsa bor. Meni o'sha Rossiyaga ketishim какой-то по приколу deydi, hazilona tarzda bo'ldi. Men o'zi dokumentlarimni Koreyaga taxlab yurdim, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra vaqtim yetmadi, uspet etmadim, ulgurmadim. Keyin shu vaqtda jo'ram aytdim, jo'ramba Chikalovdan, hamma bilsa kerak. Shu aytdi, yur dedi, ishora приемный комиссия kelar ekan dedi, Kazanskiy приемный комиссия, ishora ekzamen topshirib ko'ramiz. Если что, o'qishga kirsak ketamiz dedi.
Bo'ldi dedik. Boshda onlayn bo'ldi. Bizani nayimiz ekzaminimiz bu yerda ruskiydan, обществознание и angliyskiydan bo'ldi. Hammasidan o'tdim и как бы mana pochta xat keldi. Keling, приемный комиссия Toshkentda bo'ladi. Bu yerda topshiramiz и ekzaminlardan o'tasizlar. Aprelda bo'ladi 2018-yilni. Keyin iyunni oyында уже hamma o'qishga tayyorlanib yurgan vaqtda bizani уже o'qishlar chiqmadi. Biz уже o'qishga kirgan edik. Bizlar pochtamizga xat kelib turibdi. Ko'pchilik o'qishga kirgan odamlar, chetda o'qishga kirgan odam bo'lsa, biladi, menimcha. Pochtasına xat keladi. Dear Nabijon, Dear Email. Jasur, da shunday agarda angloязычный institut bo'lsa, Dear deb keladi. Menda Дорогой Nabiy deb keladi. Adashmasam bu SMS olib turibdi-manda. U bizada nayam bo'ladi. Direktor kollejning direktori bizani maqtab o'lmadi, что вот siz olib yuribsiz, bu ikki bolani уже o'qishga girdi deb. Shu vaqtda bizlar ham osmonlarda yuribdik, ina o'qishga girdik deb. Zo'r. Qarang, reski endi sal tarixizni qisqacha bilib oldik. Obunachilar ham, bizni ko'rib turgan tomoshabinlar ham sal bo'lsa ham donishib oldi. Xudo xohlasa yana podkast davomida ham donishib oladilar batafsil. Lekin birinchi beriladigan savolim, eng hammani qiziqtirib turgan savol. Yana Rossiyada ma'lum vaqt davomida ishlab keldingiz. Urganchda necha vaqtdan beri hozir yursiz? Xorazm Urganchda. 6-7 oy, sal 6-7 oy bo'ldi. 6-7 oy. Xorazmda yoki da Urganchda marketing bormi? Haqiqiy. Doğrusu men görmedim hali. Может быть bor. Katta brendlarda bu Texnomart bo'lishi mumkin. Bu Evos Da endi u O'zbekiston, ya'ni misol Fidap, Evos. Da, ular shularda bor. Atak marketing degan narsa hali bizani rynok tayyorlamas ekan, bizani bozor hali tayyorlamas ekan. Что marketing endi qo'pol olsam aytaman, bizani xalqimizning o'rtasida ozgina na ekan. Bu Instagramda kontent qo'yish ekan. Albatta. Instagramda kontent qo'yish, marketing равно teng Instagram. Вот, o'zimizda masalan Raycenterda nalarimiz bor, og'alarimiz bor, akalarimiz bor. Marketing desang aytadilar, o Instagramda na qo'yishmi? Endi hech nechki ustidan kulish emas, bilmagan odam zal yo'q. Просто bizani bozorda marketingga tayyor emas ekanlar. Hali marketing yani aytib o'tganingizdek, dang SMM yoki da Instagramda post joylash, video joylash. Bozor ham tayyor emas deb tursiz, to'g'ri? Bu fikrga men ham qo'shilaman. Chunki misol SMM agentstvalari ham yoki da o'zi marketing agentstvalari ham yana bozorda ochilib, tipa mobilograf oladi, brand face oladi, yana content maker oladidan, tipa marketing agentligi deb ochiladi. Lekin u marketing agentligi o'zi ular ham bo'linib ketadi-da, aynan. Kreativ agentlik bor, strategik agentlik bor, misol marketingda. Lekin bu narsalar menimcha ko'pincha SMM agentstva deymiz. Lekin SMM agentstva ham ba'zi tadbirkorlar yoki da o'zi o'rta kichik biznes egalari ba'zi ular ham byudjet ajratishi ma'lum vaqt davomida ajratadi, misol 1 oy, 2 oy, lekin SMM ba'zi sotuvga javob bermaydi. To'g'rimi? Katta ehtimol bilan sotuvga javob bermaydi. Просто так SMM narsa produkt, mijoz, shuni o'rtasida ko'prik yaratib beradigan narsa. Ya'ni kommunikatsion marketing deydi. O'zi shu narsaga hech qaraysiz, ya'ni SMM agentstva yoki marketing agentstva bozori tipa byudjet natalami ajratilib bo'ladimi yoki da o'zi SMMdan agentstvani tutib ishlatgan plusmi yoki da minusmi? SMM agentstva ochish to'g'rimi yoki xatomi? Zo'r gap bo'ldi. SMM agentstvo. Men ko'rdim, ko'pchilik endi Instagramda o'tiraman baribir mana. Что netib o'tiraman, aldimdan SMMchalar chiqib keladi. Kunda bir xil SMM agentstvo chiqib turibdi mana aldimdan, to'g'risi. Endi talab bor. To'g'risi, bozorda talab bor, tadbirkorlar ko'rib turibdi. Nima uchun desa, Instagram, baribir Instagram deymiz. Pul kelib turgan nedan kelib turibdi? Instagramdan kelib turibdi. To'g'rimi? Tadbirkorlar ham, biznesmenlar ham, boshqa bratlarimiz ham masalan shaxsiy brend qurib turganlar ham ko'rib turibdi, что shu yerdan pul kelib turibdi, значит, shu yerga ozgina pul tikish kerak ekan degan. Bizani bilmayman. Shunday nalarimiz bor, jaydar yigitlar deymiz,
Joyda yigitlarimiz bor, bir 3-4 oy o'qib turib, sразу agentство ochaman deydilar. Birini ochdim deyali, 2-3 oy yuriydilar, birovini topadilar. Уже yetdi minusda. Yo'q, minusga yetdi. Proyektlarni bir 5-6 so'm olib tashladi. Proyektlarni olib tashiydilar, va'dalarni osmondan berib tashiydilar, sotuvingni aytib beraman deb, lekin yo'q. Keyin minus ham yetmaydi, просто izini tutib bilish degan narsa bor. Ha. Masalan, bir mijoz bilan ishlab boshlaymiz, shuni izini tutib bilish kerak. Stabilniy поток aytib berish kerakda uni. Чтобы biza bu mijoz bizlarga yana pul akkalib berib tursin degan ma'noda. Masalan, stabilniy поток vaqtida mijozlarni olib kelib berish. Ya sotish emas. Ya lead deydilar. Leadni endi o'zbekchasini bilmayman to'g'risi. Lead deydilar. Shu narsani olib kelib berish. Plan. Bu yerda bizada SMMni ko'p narsani ko'rib turibman. Oldindan mutaxassislar bilan ham gaplashib turibman. Ular nima deydi? Shunday strategiya tuzib beraman deydi. 12 dana post ataman deydi. Agentstvaning rahbarlari ko'rib turibman. 12 dana post ataman deydi. Bo'ldi. 12 reels. Da 12 reels strategiya aytib beraman deydi, boshqa ataman deydi. Shu bilan уже na tayyor. Men keyin o'ylanaman. 12 dana. Hammaga shunday podxodmi? Yo har xil biznesga har xil podxodmi? Masalan, bir yerda 2 dana reels, допустим, 2 dana post bir oyga yetadi. Bir yerda 2 danani kunida chiqarish kerak. Bir yerda 2 danani haftasini chiqarish kerak. Вот. Ana shunday podxod yo'q ekan, пока что bizani SMM agentstvalarimiz endi hammasi gullab yashnasin. Молодец, kollegalar. Lekin bir oy, 2 oy ishlaydilar bir mijoz bilan, keyin to'xtatib qo'yadilar. Nechun desa, именно bir oylik o'ylab turibdilar. Sal araka bormaydi. Endi bu yerda bir faktorni ham ilova tashkildan qarang, misol hali bozor SMMni tushunadi sal bo'lsa ham. Kontent qo'yish Instagram. Lekin hali nega tayyor emas turibmiz-ku, chunki ularda hali tushuncha ham sal kamroq. Ya'ni misol SMM degan vaqtda mobilograf SMMni farqini bormaydi odamlar ko'p, yoki tadbirkorlar ham bor. Bu narsa ham universal askar tutish ham, ya'ni SMMchilik ham mobilograf ham content maker ham copyright hamma narsani bir xil olib ishlay olaman, bu ham zo'r kichik biznes, o'rta bizneslar. Chunki misol sen o'zingiz tadbirkor misolida olib ko'radigan bo'lsangiz, tasavvur eting, siz 2 xil yoki 3-4 xil odamga tutdidan $1,000,000 aytib tutdilar o'rtacha. Lekin bir odamga tutdi 4 million 5 million, lekin shuni aytib beradi, ishini aytib beraman. Tabiiyki siz buni olasiz. Lekin buni og'angiz bilan ham ikkisi ham aniq bir garantiyali rezultatni chiqarib berish qiyin. По-любому bu yerda kam miqdordagi bo'lsa ham, ya'ni sal marketing bot tursin, marketing budjet ajralib tursin degan faktorga asoslangan holda yana bu odamni tanlaydilar. Men bir nima aytaman? Case aytaman. Yaqinda emas, endi o'tgan yil yozda keldim, avgustlardami, shunday keldim. Bunda bilinma Xorazmda bunday narsa bormi, yo'qmi? Men SMM uchun 20 million odam olgan odamman. SMM uchun. Menimcha Xorazmda bunday odam yo'q. 20 million olgan. Ya'ni chekmi o'rtacha? Da, bir oylik narsa, shunday doговоренность bo'ldi. Men 20 million olgan odamman. Sir bo'lmasa kim biladi? Endi sirda u. Ozgina sir, lekin bilinman Xorazmda bormi bunday odam yo'qmi? To'g'risi, olsa bo'ladi. Endi men bir tarafdan o'zim sotuvchiman ham, aytib o'tildi, не только marketolog, bir tarafdan sotuvchiman ham. Shunday fikrda yuriyman, что SMMchi odam, SMMchi bo'lsin, marketolog bo'lsin, yo boshqa sohani egasi bo'lsin, что sotuvni bilish kerak. Eng birinchi navbatda o'zini sotishni bilishi kerak. Albatta. To'g'ri, lekin men bu odamni masalan 20 million sotgan odam bir oyda aytib berdim. Ozgina yordam berganda aytib, maslahat berib, boshqa aytib, oxiri shunday keldi, 20 millionni kelishmadik. O'zi aslida 30 million edi, lekin sal muammolarga ko'ra 20 millionni tushirmadik. Izi nechik bo'ldi endi olganingizdan keyin? Izimi? Izi zo'r oldi. Necha oy ishladingiz? 3 oy. Xorazmdami axir? Da, 3 oy ishladim. Nov loyihani oldi. Tipa qurilish, Yeah. consulting. Da. Consulting, okey. Zo'r chek olish, endi aron tarafni ish protsessini, agarda o'zi misol odam
kattaroq chekni olishni, hali misol men ham bunchalik kattaroq cheklarni olmayapman. Olgan bo'lsam maksimum daraja 10-15 millionlik olgan bo'lishi mumkin. Lekin men ham hali demam professional yoki marketingni ham hali demam yaxshi biladigan darajada deb bilinman o'zimni. Lekin asta-asta xudo xohlasa o'rganib, izlanib turibmiz bilimlar olib. Xo'p. Keyingi savolim o'zi marketing bilan o'zi marketing nomi qisqacha gaplashib o'tadi. Marketing deb yotibmiz. Marketing bu Instagram. Ya o'zi общий-da. Marketingni eng zo'r teoriyasi deymiz. Teoriyani o'zbekchasini bilmayman, uzrli. Teoriya deydilar. O'ta darajada ko'p. Marketingda Google'a yozsam 1 tonna teoriya chiqadi, lekin eng to'g'ri teoriyani men o'ylayman Amerikanskiy assotsiatsiya biznesa degan nima shular bir qo'yibdi. Meni fikrimcha endi. Eng zo'r teoriyani, eng to'g'ri teoriyani. Маркетинг – это аналитическая функция бизнеса, которая помогает принимать правильные решения. Yani biznesning analiz qiladigan funksiyasi to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradigan, yo'naltirilgan. Ya'ni bizada bir biznes bor deylik. Giyim do'konimiz. Shu giyim do'konimizda biz boshqacharoq tovar olib kelajakmiz degan narsa bor. Giyim do'koni, masalan, mushkoy do'kon bo'lsin. Shora женский olib kelsak nechik bo'ladi degan o'ylar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Shu yerda marketing kelib analiz etib berishi kerak. Masalan, auditoriyani, rynokni, territoriya ham o'ta darajada katta Albatta. narsa bor, ta'siri bor. Shularni o'rganib, shu vaqtda marketing aytadi. Daniylardan kelib chiqqan holda, ya'ni rynokni ko'rib chiqdik. Rynok bozorni. Bozor, bozorni, auditoriyani, buni o'zbekchasini mijozlarmi? Mijozlarni ko'rdik, konkurentlarni ko'rdik, territoriyani ko'rdik. Faktor ko'p, lekin asosiy 3 narsalarni ko'rish kerak. Ko'rib chiqqandan keyin bizada какой-то nima bo'ladi? Daniylar deymiz. Informatsiya. Ma'lumotlar bo'ladi. Shularga tayangan holda biza qaror qabul qilishga yordam beramiz. Ya'ni marketolog odam ishi shu daniylarni, ya'ni ma'lumotlarga tayangan holda aytadi. Rukovodство agarda o'zini berilgan bo'lsa, SMO bo'lsa, CMO deymiz. CMO. Marketing bo'limi boshqa. Agarda shu bo'ladigan bo'lsa, o'zi qaror qabul qiladi. Значит, biz ishora boramiz degan narsa. Approved или disapproved degan narsa bor, kinolarda ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Dokumentda qarab turadi, masalan, vizani bor. Approved, не approved. То есть tasdiqlanmadi. Ya'ni женский yo'naklarni olib kelamizmi, olib kelmaymizmi degan savolga javob beradigan narsa. Bu aslında marketing. Tushunarli. Tushuntirib bildim degan umiddaman. Okay, tushunmasangizlar kommentariy yozib qolsangizlar savollaringizni batafsil yozishga harakat etamiz. Xo'p. Shunda hozir menimcha aytib o'tganingiz, bu strateglar tomonidan beriladigan informatsiyalar yoki o'zi approved, disapproved degan narsa ham strateglar beradi. Tipa, boshda kastef etadi, ichki, tashqi auditlar etadi, bergandan keyin xulosasini shu ma'lumotlar asoslangandan keyin aytsa bo'ladi yoki aytmasa bo'ladi degan narsani oxirida biznes egasi va marketing bo'limi bo'ladigan bo'lsa, marketing bo'limi boshlig'i bilan birgalikda qaror qabul qiladilar. Endi Xorazmda, yana Xorazmga qaytamiz, chunki hali Xorazmda rivojlantirishimiz kerak. O'zi marketing strategiya kerakmi? Aytish Xorazmda. Kichik bizneslar va o'rta bizneslarning nazarinda qaraydigan bo'lsak. Chunki bozor kichkina. Raqobat ham deyarli yo'q. Bog' bo'lsa raqobatlar novda, giyim do'kon, qurilish, sanoqli bir ma'lum sferadagi bizneslarda raqobatlar bor. Lekin uni ham barmoq bilan sanaydigan. Lekin polygon ko'p sferalarda hali raqobat yo'q. Misol startap ham ya'ni loyihani startapni bir amalga oshirsak bo'lsangizlar ham birinchidan bozor bo'sh. Uni agar startap bo'lgandan tipa odamlarga tushuntirish kerak uni, nima ekanligini, o'zi loyiha olib chiqadir. Raqobat ham pashti yo'q, menimcha. Balkim o'rganib chiqqandan keyin aytsa bo'ladi-ku.
Lekin shu marketing o'zi strategiyada marketing o'zi kerakmi yo faqat hozircha SMM bilan qolganimiz yaxshimi? Nima bo'lasiz? Marketing o'zi strategiya navligini aytib o'tish kerak degan nima? Strategiya desa, bilmayman odamlar nima tushunadi, kimni tushunadi, biznes egasini tushunadi. Strategiya degan nav. Это плановая линия поведения. Ya'ni bizada reja bor. Bu reja. Masalan, shu telefonni olib, bu yerga qo'yish. Bu masalan reja bo'lishi mumkin. Strategiyasi bizlarni точка A dan точка B ga olib boradigan yo'l. Xarita. Men eng birinchi nega borganda agentствоda ishlaganda B2B kreativ. Shu yerda menga nima bo'ldi? Task bo'ldi, vazifa. Ya'ni men shunday marketing va strategiya tuzib chiqishim kerak. Mijozim. Xo'p dedim, men to'g'risi bilmadim. Mana shu narsa copywriter, SMM bo'lib turib, birdan marketing va strategiya tuzish kerak dedilar. Shu vaqtda bordimdan direktordan so'radimmi? Direktor aytdi. So'radim. Masalan, Marcel marketing va strategiya novi и ishlab zataman. Ne qarab turdidan bir oddiy so'z aytdi, lekin bu o'ta darajada to'g'ri gap edi. Strategiya bu точка A dan точка B ga borish, nokta A dan nokta B ga borishni yo'li. Ya'ni strategiya deb olsak, masalan, men xonqa odamman, o'zim Urganchga kelishim kerak. Shu yo'lim meni strategiya bo'lishi kerak. Shundasa, men без пробки kelishim kerak iloji boricha. Svetoforlarim ko'k bo'lishi kerak. Arzon kelishim kerak. Byudjet arzonroq chiqarishim kerak. Nishatsa sifatli bo'lishi kerak. Endi menda har xil yo'l bor. Masalan, Urganchga kelishni o'zim mashinamda kelishim mumkin. Gazelda kelishim mumkin. Gazelda kelishim mumkin. Nada kelishim mumkin? Avtobusda. Ozgina deydi. Tak, oldimi? Masalan, shu Urganchga kelishim ham bir strategiya bo'lishi kerak. Masalan, menga nechik strategiya kerak? Men arzon kelishim kerakmi? Men tez kelishim kerakmi? Men komfortli kelishim kerakmi? To есть, agarda men arzon keladiganini tanlasam, men avtobusni tanlayman. Agarda tez keladiganini tanlasam, men tezroq, endi nisbatan tezroq desam, gazelni tanlayman. Agarda undan ham tez kelaman, komfortda kelaman desam, men o'zim mashinamda kelishim kerak. Lekin qaysi bahoda kelaman? O'sha narsa bo'ladi. Strategiya degan ham shu narsa. Biza boshda tanlab olishimiz kerak. O'zi 4 ta strategiya bor marketingda: лидогенерация, узнаваемость, продажа и повторная продажа. Bo'ldi. Shu narsalarni bilib olsak, bu ishlab turgan vaqtda buni ishlatish mumkin emas o'zi aslida. И поэтому strategiya degani shu. Marketing va strategiya kerakmi? Kerak. Okay. Zo'r tushuntirdingiz, menimcha. Endi marketing strategiya albatta kerak. Lekin u narsani kim tuzib beradi? O'zi Xorazmda tuzib beradigan odam bormi? Misol hozir Toshkentni oladigan bo'lsak, Toshkentda bor agentство. 605 agency bor. Yana boshqa bir nechtalab agentство, o'zi shu strategiya tuzib beradigan agentstvalar bor. Lekin ularni xizmat narxini qaraydigan bo'lsangiz, katta bizneslar uchun okey bo'lishi mumkin, lekin kichik va o'rta bizneslar uchun baribir не стоит. Ya'ni не стоит deganim, ko'tarib bilish va bilmaslik narsasi уже so'roq ostida. Chunki misol dataga dekabr oylarida shu 605 agensiya strategiya tuzdirajak vaqti 19,000 atrofida narx aytilgan. Endi u narx aytib o'tganim, katta bizneslarga okey bo'lishi mumkin, lekin ko'p ehtimol bilan u narsani aytilganda ham o'zini ishini ustasi va bozorda tushunib biladigan odamlar bo'lsa, ya'ni marketingni ham tushunadi, o'zi tadbirkor, sotuvni ham tushunadi, moliyani ham tushunadigan, tushunadi degani professional tushunmaydi, просто tak o'zina kerakli narsalarni, ya'ni instrumentlarni biladi. Lekin
kichik va o'rta bizneslar nishatadi o'zi u narsa halli shartmi degan savol baribir so'roq ostida turibdi. Xo'p, kichik va o'rta biznes zo'r savol nishatsin. Faqat SMM boshlash kerak. Yani universal askar tutish kerak. Kichik bizneslar, o'rta bizneslar yo agentство bilan ishlashga, yo ular ham shu universal askar tutishi kerak. Bir mobilograf bo'lmasa. Lekin marketing o'zi, marketing strategiya degan narsa ularga kerakmi, shartmi, shart emasmi? Yani kerak dedim, baribir ham kerak, lekin endi nani razmeridan kelib chiqamiz, hajmidan. Kichik, katta deb turibmiz, o'rta biznes deb turibmiz. Ular masalan o'zlarini strategiyasi bo'lishi mumkin, biznesning o'zining strategiyasi bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki xil rost bor, gorizontalniy и vertikalniy. Agarda gorizontalniy rost etaman desa, SMMdan boshlasa bo'ladi, spokойный. Ya gorizontalniy degan mindekina ketadi, vertikalniy doğru yuqoriga ketadi. И u yerda o'zini strategiyasini bog'liq, kichik biznes bo'lsa, bu yerda unchalik kerak. Marketing strategiya, o'zini strategiyasi ham yetib ortishi mumkin. Men aytmayman, что hamma yerga kerak. Bu strategiya qachon kerak? Masalan, masalan, yine Coca-Cola bor deymiz. Или Pepsi. Vaqtında shularning o'zlarini vaynasi bo'lgan. Birinchi, ikkinchi o'rin. Birinchi o'rin bu Coca-Cola, ikkinchi o'rin esa Pepsi yurgan. Har doim. Bularning har doim ikkisini vaynasi bor, ya'ni urushi. To'g'rimi? Bularga qo'shilib o'zlarini dolyasini olish rynokda mumkinmi? Mumkin. Lekin bularni olib turgan hajmichalik olib bilmaydi. İşödə strategiya yordamga keladi. Kichkina bo'lsam, strategiya degan nav. Bizlara masalan, kola navsi bilan go'shli. Milliylikni ko'proq ko'rsatadi oila davrasida. Uncha mashhur odamlar ham chiqarmaydi. Ya'ni palovlar yeb o'tirgan vaqti, chiboshining atmosferadagi narsalarni, ya'ni reklamasida, kreativniy reklamalarida shu narsalarga ko'proq urg'u beradi. Pepsi esa menimcha ko'proq yoshlara nisbatan urg'u qaratilgan. Qo'la qaranda. Endi qarang, ular ikkisini ham kuchli tarafi bor. Bu kuchli tarafda har doim zaif nuqtalar bo'ladi. Bilsangiz, Pepsi'da kolaga qaraganda shakar ko'proq. Albatta. Koladan bor. Shunday narlar bo'lgan. Точно yodimda yo'q. Vaqtida partizanskaya vayna deydi. Partizanskaya vayna. Ya'ni biza bularni rynokini qaramaymiz. Shularni kuchli tarafidan slabый yerini tortamizdan shuni urg'u qaratamiz. Ya'ni bir dana segmentni olamizdan shuni qaratamiz. Hamma fokusimizni. Shular uchun biza привлекательный bo'lamiz. Masalan, Rolls-Royce. Bularni olib qarasak, Rolls-Royce'ni ham olib qarasak, hech kim bu bilan konkurensiya etmaydi. To'g'rimi? Masalan, BMW, Mercedes, Porsche, Audi bular hammasi bir-birsini prямой konkurent, to'g'rimi? Rolls-Royce bilan esa hech kimni aytmaydi. Rolls-Royce to'g'ri katta hajmda sotmaydi, lekin konkretный segmentni oladi. Богатый сегмент. Все меня хотят, но только единственные могут меня иметь degan narsa. Meni hamma xohlaydi, lekin ozgina odamlarga men dostupniyman. Ya'ni bu Rolls-Royce narsani kamaytirsa bo'ladimi bahosini? Bo'ladi. Lekin unda eksklyuziv degan narsa qochib qoladi. Ya'ni bogатый odamlar buni bundayroq odamlar ham haydab bilsa, menga navunga kerak, meni farqim qolmaydi degan fikr egalaridan asosiy segmentini yo'qotadilar. Shuning uchun Rolls-Royce hech qachon naga tushmaydi. Bu yerda shunday narsa bo'lishi mumkin. Strategiya. Agarda tadbirkor kichik biznes bo'lsin, o'rta biznes bo'lsin, shu yerda tanlab turib, konkretniy bir segmentni tanlab turib, o'zining strategiyasi bo'lsa, endi marketolog bo'lsa, tamam zo'r. Tushunadi marketolog bo'lsa. Lekin agarda shu yerni bilmasa, agarda marketolog yo'q bo'lsa, o'zi shunday analiz etishni bilsa, qarab turib, bizada masalan Xorazmda monopolistlar bormi? Xorazmda monopolistlar. Endi hozir yodimga tushmayapti, lekin bo'lishi kerak menimcha. Monopolistlar. Допустим, те же самые Datan olamiz.
Yana kimlar bor? Boshqa o'quv markazlarini HDP deymiz, Nihol akademiya deymiz. Da shularni masalandan bir güçlü taraflari bor. Bular немножко monopolistlar baribir. Najot ta'lim ham ozgina girib kelyapti. Bular monopolistlar. Endi toza o'quv markazini ishlatishi kerak. Şöyle bir dana segmentni oladidan shuni ehtiyojlarini qondirib o'tiradi deymizmi? Да, удовлетворяет потребности этого сегмента. Ya'ni Jasura nav kerak bo'lsa, o'sha Jasura nav kerak bo'lsa, men shuni hammasini beraman, faqat Jasura beraman. Jasura o'xshash odamlari. Masalan, notebook kerakmi? MacBook kerakmi? MacBook berib o'tiraman. Boshqa hech narsaga qaramayman. Faqat MacBook beraman. Shuni hisobini men конкретный shu auditoriya uchun meni привлекательность deydi o'zbek ruschasida привлекательностьim oshadi. Menga loyalniyroq bo'ladi bular. Shuning uchun strategiya kerak. Agarda marketologga nima bo'lmasa, bir ozgina tushunadigan odam bo'lsa, yaxshi. Agarda tushunmaydigan bo'lsa, o'zlari aytishlari mumkin. Faqat analiz etishni bilish kerak situatsiyani, rynokni. Tushunarli. SMMdan o'zi ishlab yurgan yoki ishlamay yurganlar ham, o'qib chiqib ishlamay yurganlar ham yetarlicha. O'zi SMM degan vaqtda ko'pchilik o'ylaydi Instagramda kontent olish, Telegramga yoki o'zi вообще ijtimoiy tarmoqlarga joylash deb o'ylaydi. Lekin SMMdan o'zi aslida ko'plab bilmagan, ya'ni bizlar ham yoki o'zi вообще shu sohada yurgan odamlar ham SMMda bilmaydigan instrumentlar, bilmaydigan aytib yurgan ishini, ya'ni cho'qqisini ham baribir SMMdan ko'p. O'zi SMM degan vaqtda bozorda novlarni tushunishi kerak. O'zi novlarni ishlashlari kerak. Nima bo'laysiz o'zi? Xorazmda urgan ishladingizmi? SMMda faqat ya'ni universal askar bo'lib ishlash, ya'ni hamma narsani o'rganib ishlash yaxshimi? Yoki-da o'zini ishini ustalarni berib, tipa katta hajmdagi chekni olib, ya'ni o'zi Xorazmda kichik bizneslar ko'p asosan. Men ham shu ishlab yurgan kichik bizneslar yoki o'rta bizneslar bilan ishlaram. Shunday vremyalarda SMM mutaxassislari deymizmi yoki marketing indikatorlar deymizmi? Universal bo'lishlari kerakmi yoki shuning nada ishlashlari kerakmi situatsiyada? Universal bo'lmaslikni iloji yo'q boshda. Hamma narsani bilish kerak. Shundasa, to'g'risi menga shunday nima bo'lib qolgan, endi omadim kelgan deymizmi? Shu deyman, что men shunday olganlar copywriter etib. Men faqat bir xil yo'nalishda boryapman, oz-ozdan kengayib, masalan, marketolog narsasiga keldim. Hozir universal bo'lmaslikning iloji yo'q. Shundasa, bir odam keladi, men SMMchiman deb, menga 5 million ber, shu ishlaringni aytib beraman deydi. Masalan, SMMni, faqat SMM. Ya'ni video olish, masalan, tekst yozish, yana bir narsalarga javob bermaydi. Faqat SMM bilan shug'ullanib beraman deydi. Yana bir SMMchi keladi, aytadi. Men deydi, tekstini ham yozaman, videosini ham o'zim qo'yaman, strategiyasini ham o'zim bilaman, grafический postini ham o'zim aytaman deydi. Соответственно, да, original bo'lmaslikning iloji yo'q, universal bo'lmaslikni eng boshlarda baribir bo'lish kerak. Hamma narsaga yopishaverishi kerak. Yosh mutaxassis bo'lsa, shundasa o'zim vaqtimda бесплатный ishlaganman ko'p yerda. Masalan, shu universitetdan bizlar bir tiyin pul bergan emaslar. Что biz vaqtimizni kettirar edik. Borib kontent yoz, boshqa, undan tashqari men KVNda qatnashardim. Ishqilib men мероприятием ko'padi-da, event ko'padi. O'qishda bo'lgandan keyin, o'qishdan kelib, masalan, azon bilan ketsam, men kechda 11-12 larda yatmoqqa kelardim faqat. Bo'ldi. Shu sababdan har doim baribir boshida universal bo'lish kerak deb o'ylayman. Agarda zo'r biladigan bo'lsangiz, masalan, universal bo'lmasam, zo'r videograf bo'lsa, da bo'ladi. Zo'r mobilograf bo'lsa, da bo'ladi. Zo'r grafический dizayner bo'lsa, da bo'ladi. Lekin ish topolmay yurganlarni aytib o'taman. Insight aytib o'taman. Borasiz, no desalar xo'p deysiz. Eng oson yo'li no desalar xo'p deysiz.
ishni olasiz, 2 oy, 3 oy shunday ishlab borasiz, ishga tushasiz, boshqa aytasiz. Men o'zim har doim Rossiyada qiyin bo'lgan, nechun desa men chet el studentiman, dokument tarafdan menga yo'q deyadilar. Aynan SMM tarzda narsani ishlatsa, agarda men, допустим, ko'chaga chiqib, levo deydilar. Qurilishda boshqa ishlayman desam mumkin edi, lekin men qurilish ishlamayapman. Borib to'g'ri shunday iltimos, mana shogirdlik oling, yoningizda yursam bo'ldi, o'rgatsangiz bo'ldi, bu deb ish qilib bir amallab ishga kirib yurganman. Menam shu gap, darrov SMM ni o'rganib chiqdingiz, допустим, sertifikat oldingiz, zo'r ishim bitdi deb o'ylamanglar. Что baribir bir shay tushish kerak, bir yerda shunday ishlab borish kerak, natija ko'rsatish kerak. Shundan iloji yo'q. Hozir misol SMMni o'zim ham meni datada o'qitaman SMM. Tipo hali endi bitirib chiqdilar. Endi boshqalar ham ustozlar ham fikrlar aytadilar. 2 million, 1,5 million birinchi proyekti chiqib turibdi, lekin olmaydi. Ya'ni olmaydi deganim, Darrov 5 million olacaklar. da. 10 million bo'lsa dumam yaxshi. Вообще. Ish qilib shunday vaqtlarda zo'rdan bu. 1,5 1 million bo'lsa ham yoki 500 ming so'm bo'lsa ham, yo'l puli bo'lsa ham zo'r narx. Da. Chunki bu birinchi proyekti tajriba uchun hali yeshasani amalda qilib yurmagan, katta ehtimol bilan bir vremyalarda maksimum 2-3 oy bepul ishlab berishim tayyor bo'lib ishga kirish kerak. Misol men ham shuni aytganman, hissam shu narsalarni aytganman deb aytib tursiz, boshqa SMM mutaxassislar ham shu yo'ldan ketganlar. Bu polibom xohlaysizmi, xohlamaysizmi, agar shu sohada ketchak bo'lsangiz, mustahkam tutchak bo'lsangiz, menimcha shu ishni aytgan yaxshiroq. Men bir narsani aytib o'taman. Bizada SMM mutaxassislarimiz bor. Toshkentda yuradilar, adashmasam. 5-6 bor, shunday o'zlarining SMM agensiyasi bor, SMM kurslarini sotadilar. Bular o'ta darajada ya Instagram'ında, YouTube'ında, ijtimoiy tarmoqlarında o'ta darajada chiroyli hayotni ko'rsatib qo'yibdilar. Pochtada yurib, Pochtada yurib, kunlarni olib. Bizning yoshlar shuna qiziqib nashashi mumkin, что SMMchi bo'laman, shunday Pochtada yurayman, kamida $500 pul olaman degan keladi. Da, olsa bo'ladi. Undan ham ko'pni olsa bo'ladi. Faqat ozgina sabr etish kerak boshында. Ozgina emas, yaxshimi? Ozgina deganim endi masalan 17, 18, 19 yoshsiz. Bilin, sizlarda ishni chekkan, o'ylanaman, joy aytaman, ota-onamni boqaman, endi bo'lishi mumkin, yordam beraman degan narsa zo'r, lekin bu tashvishlar yo'q vaqtidan, endi olib qarasam 18-19 yosh vaqtida necha tashvishlar umuman yo'q odamda. Men hozir uzr gapingizni bo'ldim. Ishi nadaman, ya'ni ish protsessdaman. Ya'ni 18 yoshdaman. Hayotimda nechik xatolarni qilsam, ya'ni soham bo'yicha xatolarni qilsam, misol men hozir ishimdan bo'shab ketsam, katta ehtimol yeshas yutuzimman. Menda bilim o'rganibman, ya'ni ishlab ham bilim o'rganibman. Xato etsam ham menda katta narsa yo'qotmaydi. Ya'ni men oilam qurganim yo'q. Yoki-da men ishimdan bo'shasam, birov yetim qolmaydi, och qolmaydi. Shuning yoshda o'zi menimcha 18 dan где-то 23 yoki 24 yoshlar orasida menimcha shuning, ya'ni katta risk etsam, bundan katta narsa yo'qotib bermaydigan zo'r protsessda bo'laman. Risk etib turgani u просто narsa. Bir odam aytib berdi, bir shahid bo'lar edi. Yangina ish topib berdim men. Zo'r ish. Просто galdan shunday ishingga aytib yurib, pulingni ol. Baytda nega chiqib yuribman dedi, akşam levaga chiqdim dedi. Men sökib o'tirib edim. Levaga, ya'ni kecha chiqib, birovlarning ishini aytib keldim, o'zimga pul kerak bo'ldi dedi. Men sana ish topib berib qo'yibman-ku, shuni ishla deb turibman. O'zimga pul kerak bo'ldi deydi. Yo'q, stремленияsi zo'r, ixlosi bor, ya'ni uydagilardan aytmayjak, uydagilardan pul olmayjak, iloji boricha o'zini ishlab, o'zini amallayjak. Молодец, gap yo'q. Lekin hozir ham как раз 19 yoshda o'zini ishini aytsa, hozir aynan bilimini tiksa, o'zini bilimini tiksa, keyinchalik qiynalmay pul topadigan bo'ladi. Keyinchalik ozgina bir 1 yil, 2 yil sabr etib olsa, nashun desa, bizada sabr etadigan odamlar sal kamroq. Если честно. O'rganib chiqadilar, keyin proyekt topavermaydilar, nashun desa bilim yo'q. Agarda 1 million, 2 million chiqsa, kallani osmon otmaydi. Nada qo'ydilar, men undan ko'proqini. Yo'q, loyiqsiz. Lekin hozir bilimingiz loyiq emas. Значит, SMM men uchun emas ekan, menga
yaxshi o'rgatmabdilar degan narsalar ham bo'ladi. Вот. A tak SMM zo'r, gap yo'q, lekin sabr ham kerak. Qachonki parok degan narsa bor, girib kelish, vxod unchalik past bo'lsa, konkurensiya shunchalik kuchli bo'ladi. SMMda SMM agentство ochish ham hozir bunday bo'lib qoldi. 3-4 dana bola yenglanadi. SMMchi, videograf, mobilograf bo'ldi. Biz SMM agentstvamiz. Zo'r, gap yo'q. Dalshi nechik. Klientlar bilan eshitib gaplashamiz, bularni proyektini eshitib yuritamiz. Shu narsalarga javob yo'q, просто zo'rmiz deb o'ylaydilar. Okey, давайте ko'ramiz. Endi hammani omadini bersin, Da? albatta. Lekin bozor Zo'r gap keldi. Удача любит трудолюбивых degan narsa bor. Ya'ni omad ko'p ishlaydigan odam mehnatkashlarni yaxshi ko'radi degan. Omadini bersin dedingiz. Shunda aytib o'tayim dedim. Удача любит трудолюбивых deydi. Ya'ni omad mehnatkashlarni yaxshi ko'radi. albatta. Men lekin to'g'risi birovni misol boshqa SMM yoki o'zi marketingga yurgan odamlarni fikrlarini yoki diskussiya etib maslahatlashtiramiz. Birovni kasbdoshini yoki birovni kasbdoshini aybini bilib turib, tipa aytmang, ishi aytib turibdi, xato o'zi bu narsa deb aytmang. Lekin unda boshqa birovlarga misol so'ragan vaqtda bu nirak edi yoki bu to'g'risincha bilmaydi deb aytmang. Tipa aytsakim, birov aytib turgan xatoni maksimum darajada hamkasbmi aytishi kerak. Sal bilsam, negativ bo'lmay turib, sen ishini aytib tursan, sen maslahatim men aytganing yaxshi deb aytadigan mutaxassislar to'g'risi kam. Misol men o'zim agar birov menga ish aytib tursan, shu narsang xato deb aytsa, men okey. Ya'ni bu men uchun qayta plus. Men xatomni bu to'g'rilashga yordam berdi. Lekin men to'g'risi ko'p nalarni ko'raman. Bu menda aytib turibdi, bu to'g'risi tipa yomonlashdan tirish. Bu vaziyat to'g'risi menga yoqmaydi. Men o'zim aytgan bo'lar edim hamkasblarimga. Maksimum darajada birov kamchilik ko'ribmislar Instagramda direktdan yozish kerak. Misol, men ham tuning birsi yozdi. Shuni aytib tursan, shu narsang uncha to'g'risi ketmaydi. Sal negativ taraflarni aytdi, lekin o'zim aytdim. Men okey dedim, zo'r, rahmat katta dedim. Shuni ayb aytib turgan yoki o'zi xato aytib turgan ishimni maksimum darajada to'g'rilashga harakat etdim. Bizda ozgina kibr degan narsam bor. Agarda shunday xato aytib turibsan ekan deb yuzini chiqarib bersang, endi normalniy. Mashga qara, shu yerda ozgina xato ketib turibdi. Aytganing ma'qulroq desang, o'zim bilamanman deydilar ko'p. Na samom деле, men oldimdan ham chiqqan. Yaxshi deb aytib ketaveraman. O'zing bilasan yaxshi deb. Iloji boricha bunday ichki odamlarga qarang. Masalan, men kelaman, Jasur ish telefonni ol deyman. Keyin siz aytasiz, yo'q, menga kerakmaydi deysiz. To'g'rimi? Kerakmaydi. Agarda siz yana kelib turib, Nabjana, там какой-то телефон bormi и так далее shunday deganda, bu telefonni ol desam, olish ehtimoli ko'proq bo'lar edi, to'g'rimi? Ya'ni ehtiyojdan kelib chiqqan holda, agarda odam mendan o'zi maslahat so'ramasa, men bermayman. Ne shunda desa, maslahatni so'ragan odamga bergan yaxshi. Ne shunda desa, agarda men maslahat so'ramagan odamga maslahat bersam, bu bandan giradidan bandan chiqib ketadi deydilar. Bu quloqdan girib, bu quloqdan chiqib ketadi. Shunday vaziyatni to'g'risi men Vanda ishlab yurgan vaqtda o'rgandim. Что klientlar bilan ko'p gaplashadim, tadbirkorlar bilan. Endi bir tarafdan sotuvchiman, bir tarafdan marketologman. Men ham marketing taklif etishim kerak, ham sotishim ham kerak o'zimning xizmatlarimni. Shu yerda masalan o'zim analiz etganman, tahlil etganman, aytib turgan ishlarimni, gaplashib turgan gaplarimni, aytib turgan gaplarimni telefonda zvonok vaqti. Ko'p yerlarda o'zim shunday tendensiya bo'lgan. Men iminda aytsang bo'lar edi degan gaplarni aytganda, ular so'ramasdan aldi o'tirib beradilar. Keyin men shu yerda metodika o'zim ishlab chiqdim, что вот boshda o'zini yo'naltiraman, то есть savol beraman boshda.
nao kerakligini o'zine tushuntiraman. Masalan, Jasur sanga telefon kerak ekan degan fikr olib kelaman. Keyin so'rayman. Nechik telefon olajaksan deb. Shu vaqtda mendan o'zi maslahat so'rab boshlaydi. Nechik telefon olganim ma'qul deb. Shu vaqtda maslahatni bersa o'rinli bo'ladi. Shuning uchun maslahatlardan doğrusu qaytaman men. Agarda o'zi so'ramasa, o'zi so'rasa jon-jon deb yordam beraman. Zo'r. Keyin yana bir faktorni inobatga olish kerak. Bir non faktor. Misol uchun bir SMM mutaxassis o'zini xizmatini sotishak vaqtida bir ikki kreativ videolardan ko'rganman. Siz dedi ko'na SMM mutaxassislaridan ishlatib charchadingizmi? SMM mutaxassis oldingiz, lekin palon xatolarni tupurtdilar. Men dedi bu xatolarni aytaman, yarib tashlayman, agarda meni asos biznesingiz gullab yashnidi. Didon kreativdan ham ko'raman. Bu men yomonlar shaklida maqtash narsani aytib turganim yo'q. Neytral tarafdan aytaman. Kreativ zo'r. Narsa, xizmat o'zini xizmatini sotish bo'yicha. Aslında bunday olib qarasa to'g'ri, bu biza kreativ qachon bo'ladi? Message. Biza hozir berajak mesajimiz tabriklari. To'g'rimi? Biza messajni oldindan kelib chiqib beramiz. Og'riqdan ehtiyojni. U normalniy. Endi bu yerda aytsak narsam, bu narsa ham baribir bozorni yomonlab qo'ymaymi? Ya'ni SMMlarga bo'lgan ishonchni deymizmi? SMM sohasini o'zi qoralab qo'ymaymi deb turibman. Zo'r. Qarang, agarda masalan Jasur deyman, Karimanda sen ranging qara ekan deyman. U bilan qara bo'lib qolmaydi. To'g'rimi? Aql qisha qolaveradi. Rosti bizani atajak ishimiz boshqa SMMchilar bizani qoralayversin. Boshqa marketologlar bemalol so'kib o'tiraversin, lekin men baribir shu fikrdaman. Что ekspertность degan narsa bor, bu narsani olib tashlab bo'lmaydi odamma. Agar ekspertnostni dokazat etib bilsa, bu har xil bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunaman. Masalan, tadbirkorlar darrov pul berasi kelmaydi, ekspertnostni dokazat etish bir oy yetmaydi. Bunday olib qarasa, ya'ni natijalar ko'pincha 2-3 oydan keyin boshlanadi. Yaxshi natijalar. O'zimdan bilaman. Menda qarash ham kerak. Bu 2-3 oy prosta ishlab berasi ham kelmaydi. SMMchilar. Shoda endi masalan sotuv kelib boshlaydi. Sotuv tadbirkor odam ham o'zi tushunadi. Oldinda kim o'tirganini. Ekspert, ne ekspert. Bo'ldi. Tadbirkor odam gaplashganda meni oldimda mutaxassis o'tiribdi, или ne mutaxassis o'tiribdi. Ko'radi, gaplashadi. U aytgan gaplaridan ma'lum. Ya'ni mimikasidan, o'tirishidan, nechik gap aytadi, qachon aytadi, eshitami, eshitmaymi, berajak savollari, bunday faktorlar ko'p. Aslında. Shuning uchun qaralaydimi, qaralamaydimi? Biz o'zlarimizni bilamiz. Aytajak ishimizni zo'ratib berganimiz, как бы hech nechki reputatsiya degan narsa zarar yetmaydi. Faqat ishimizni zo'ratib aytishimiz kerak, natijani haqiqatdan kelib berishimiz kerak. Yomon natija, yomon natija. Shuni kelib yo'stib berish kerak. Lifehack или sovet aytaman. SMM mutaxassislarini bizada отчет topshirishni bilmaydilar. Evet. Aytgan ishni отчетni nechta topshirsa bo'ladi? Birinchi, dinamikani ko'rsatish kerak. Masalan, necha podpисчик boradi, necha bo'ldi, qaysi post zo'r uchdi. Masalan, targetgacha so'm pul yetdi. Agarda target yaqqan bo'lsangizlar, dali dinamikani ko'rsatdik keyingi qiladigan ishlarimizni, ya'ni planimizni, keyingi oyga, keyingi haftaga, keyingi 3 oyga shu narsalarni ham ko'rsatishimiz kerak. Nechalik byudjet ketishini ko'rsatib berishimiz kerak. Shoda уже darrov aniq bo'ladi-da. Отчет ko'rsatganda o'zi professionalniy ko'rsinib turadi odam отчет ko'rsatganda. Hozirgi bo'lib turgan ishlar, masalan, bu ishlarni aytib turibman. Masalan, bot yaratib turibman. Meni chatni ulab turibman, yana какой-то chat place'larni ulab turibman, shunday SMS'larni uzatib turibman, shunday narsalar bo'lishi mumkin. Keyingi planlar, prognoz.
prognoz bo'lishi mumkin, plan. Keyingi shunday ishlataman. Meni prognozim, ya'ni Kutilayotgan natija. kutilayotgan natija shunday bo'lishi kerak. Da. Zo'r. Ana shu narsa bo'lsa, как бы mijozni oldinda bizani reytingimiz bedadron bo'lsa, bera chiqib ketadi. Shuda yana bir narsa bor. SMM daha yangi proyekt olgan vaqtda va pregovor bo'ladi. Pregovorga borgan vaqtda ko'pchilik taraf davrganlar bo'ladi-ku. Yoki o'zi вообще tashqi ko'rinishine e'tibor bermay pregovorga boradigan odamlar ham bor. Bu vaqtda doğrusu noprofessionallik birinchi ko'rinish o'zi muhim любой yerda. Toza proyekt olgan vaqtda nishat misol kattaroq cheka o'zini sotchak bo'lsa, o'zini xizmatini sotchak bo'lsa, bunning tashqi ko'rinishine e'tibor bermagan holda birinchi ko'rinish agar tadbirkor yoki o'zi loyihani xizmatini sotib oladigan odam taraflama qaraydigan bo'lsak, bu katta rol o'ynaydi. Shunday vremyalarda menimcha tashqi ko'rinishine e'tibor berib, qo'lingda maksimum darajada bloknot tutib, pregovor borgan vaqtda unda desak bo'lardi. Bunday aytish mumkin, bolkalar degan guringdan aytmang, konkret yo yo'q degan guringlarni shunday birinchi pregovorda eshituvchi rolida ham o'zini confidence deydi inglizchada. Nima deydilar buni? Ishonch o'zi bo'lgan ishonchi oshib normal holatda boradigan bo'lsa, menimcha o'zini xizmatini ham qimmatroq sotib biladi, o'zini professional darajada ham ko'rsatib biladi degan narsa ham bor. Endi o'zi nishatib sotgan yaxshi, o'zingiz sotuv bo'yicha ishlayapsiz, o'zi xizmatini. Sotgandan eshitib sotgan ma'qul. Eng birinchi navbatda, конечно, sotuvni o'rganish kerak. Sotuvsiz bo'lmaydi. Bu SMMchi bo'lsin, marketolog bo'lsin, любой другой specialist bo'lsin, baribir sotuv kerak. Eng birinchi navbatda o'zini sotishni bilishi kerak odam. O'zini sotish oddiy salomdan boshlanadi. Дальше ketaveradi. Ya'ni giyimi, sochi, prichoskasi, saqqali bor, saqqali yo'q, yana bir narsa aytajak gapi, bunday faktorlar ko'p ta'sir etaradi. Atak masalan, o'ylab ko'rsangiz, men bir o'zbekman, Xanqadan chiqqan, Xorazmdan chiqqan. Shana Rossiya degan yerga borib, номер 1 agentство butun RF Rossiyada, butun Rossiya bo'yicha SNG bo'yicha номер 1 birinchi eng zo'r agentствоda ishlaganman. Просто Xorazmdan chiqqan odam. Shora eng katta chekim $180,000 atrofida sotganman. номер 1 bankka, Sberbank degan, menimcha hamma ko'pchilik bilsa kerak, Sberbank degan bank bor. Rossiyadan номер 1 bank hisoblanadi. Shuni marketing va исследование degan uslugamizni sotganman $180,000. Bu sotuv har xilda bo'ladi. Uni какой-то shabloni yo'q. O'zini shabloni yo'q. Yoki menimcha skeleti bo'lishi kerak. Skeleti yo'q. Shabloni yo'q. Masalan, har doim vaziyatdan kelib chiqqan holda biza bir gaplar aytamiz. Sotuv o'zi nov. Menda zo'r keys bor. Sotuv nov deganda men bir qiz bilan svidaniyaga boradigan bo'ldim. Nalarni telefon aytib o'tiribman. Endi men zo'r ko'rinishim kerak, erkak odamlarda bor u narsa. Svidaniyaga borajak, qiz bola yoqajak, zo'r ko'rinish kerak, zo'r restoran olib borish kerak. Shu yerda menda zo'r keys bo'ldi. Men restoranlarga telefon aytib boshladim. Ikkinchi yo uchinchi restoranga kelganda telefonni oldilar. Mendan yangi telefonda gaplashib turgan odam men bilan nima dedi? Sizga nima kerak dedi. Shunday assalomu alaykum, там здравствуйте, я хотел бы забронировать столик. Столик bron etajak edi. Dedim. Okey dedi. Bron etib beramiz dedi. Sizga qaysi maqsadingizga kerak dedi. То есть tushunmadim-da boshda savolni. То есть ya'ni masalan siz jolaringiz bilan o'tirib ketajakmisiz, uyingizdagilar bilan o'tirib ketajakmisiz, yo какой-то qizni taklif etajakmisiz svidaniya dedi. Men aytdim, da, svidaniya taklif etajakman dedim. Men avval veda bo'lmadim joramlar bilan. Shuni konkretniy stolik aytib turibman. Shu stolikni men bron etib berdim. U aytdi, yo'q dedi. Men sizga uni bermayman dedi. Dedim. Men hayron qoldim. Yo'q, bermayman desa, o'ylab ko'ring, men shu kerak dedi. Yo'q, men sizga bermayman, shunda sizni maqsadingizga to'g'ri kelmaydi. Restoran tarafdan aytdi. Da, o'zi. Men sizga aranda shunday stol bor, shuni beraman. Veda как раз sizning maqsadingizga to'g'ri keladi.
qiz bilan spokойно o'tirib gaplashib bilasiz. Посторонний шум bo'lmaydi. Narsa restoranda baribir muzika o'ynab turadi и так далее. Bu yerda sal chetroqda и baribir qiz bilan gaplashib olishingiz kerak. Svidaniyaning asosiy maqsadi shu. Bo'ldi. Menga shu sotdi. Narsa men 3-4 yil telefon aytib o'tiribman, lekin aynan shu sotdi. Og'riqqa bo'lgan yechim. Og'riqqa emas. Mening ehtiyojimni boshda aniqladi. Masalan, na svidaniyaga chiqajakman. И menga eng zo'r taklifni berib bildi. Albatta. Ya'ni bu aytsangiz, menimcha, men tushunchim bo'yicha birinchi ehtiyoj, Da. keyin ehtiyojga bo'lgan yechim. Albatta, to'g'rimi? Agarda biza skelet yoki shablon deb oladigan bo'lsak, shablonni har doim ehtiyojdan kelib chiqqan holda tuzish kerak. Situatsiyadan kelib chiqqan holda sotuv bo'ladi. Masalan, yangi aytgandek, Jasur bu telefonni al deb bersam, hech kimga kerakmaydi. Agarda Jasur sizga telefon kerakmi? Siz kim bo'lib ishlaysiz? Masalan, so'rayman, siz kim bo'lib ishlaysiz? SMMchi. SMMchi, proyektlaringiz bormi? Ava. Nechta telefonda yuribsiz? Shunday Samsungda qarang, Samsung sizga kачествоni yaxshi berib turibmi? Masalan, nima yaxshi emas, bo'ldi. Sho'da men iPhone'ni o'tirib bersam bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshiroq qoladi, stabilizatori bor, kamera aytganingizda o'ynamaydi и так далее. Video четкий chiqadi. Sizni, в принципе, muammoni hal qilgan bo'ladimi? Albatta. Bo'ldi. Shu narsa sotuv. Har doim naya borgandan, переговорga borganda faqat zo'r giyinib borsam, sochimni darab borsam, soqolimni olib borsam и zo'r gaplarni aytsam, sotuv bo'ladi degani emas. Eng birinchi eshitishga borish kerak tadbirkorni. U ham telefon aytib, eng birinchi navbatda eshitadik biz ehtiyojlarni. Sizga o'zi nima kerak? Masalan, bizga telefon aytib turibdi. Sizga o'zi nima kerak? Nera borajaksiz bizga bilan? Eng asosiy savol, nera borajaksiz? Ya'ni siz hozir точка A'dasiz. Допустим, million pribel etib turibsiz, foyda etib turibsiz. Bizlar bilan ishlab nera borajaksiz degan savol bo'lar edi. Ya'ni 10 millionga chiqajakmisiz, 100 millionga chiqajakmisiz? Shundan kelib chiqqan holda bizlar offer beradik уже. Sotib ham aynan shunday. Odam ehtiyojidan, mijozning ehtiyojidan kelib chiqqan holda offer beramiz. Tushunarli. Menimcha bugungi aytib o'tilgan podkastimizda marketing, SMM, sotuv bo'yicha kerakli informatsiyalarni ulashdik. Xudo xohlasa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Albatta, yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, videoni yana yozib ketinglar. Maksimum darajada harakat etamiz. Yozsa javob albatta yozamiz. Keyin o'zlaringizda problemalar yoki o'zlaringizni xizmatlaringizni sotish bo'yicha muammolar bo'lib turgan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlarini bemalol telefon urib, savollaringizga javob asosida bo'ladi. Nabijon, podkast haqida o'zi fikringiz, keyingi nalada keladigan mehmonlarga nima deb aytasiz? O'tsif aytasiz. Podkast, adashmasam, birinchi podkast, Da, to'g'rimi? mehmonim birinchi. Zo'r, gap yo'q. Agarda o'ylab qarasa, birinchi marta podkast o'tib turgan odamga gap yo'q. Savollar ham yaxshi. Ishlasan bo'ladi. Bon tarafdan qo'shilib o'tirish deymizmi, gapni tushunib o'tirish deymizmi? Faqat savolni bermay, o'zini fikrini aytib o'tirish ham gap yo'q. Zo'r. Kelsangiz, endi bilmayman. Men ham qo'shilaman. Yana kelamanmi? Yana kelsam zo'r deb aytaman yana. Tak zo'r, gap yo'q. Endi podkastda birinchi o'zi boshlanish podkastlari, ya'ni знаменитый ko'p ehtimol bilan blogerlarni chaqirish aytiladi, ya'ni chunki bularni ko'proq ehtimol bilan odamlar kuzatadi. Ma'lum, tabiiyki, buni ham ko'proq prosmotr bo'ladi degan maqsadda chaqiriladi. Lekin meni asosiy maqsadim Xorazma marketing bo'yicha, sotuv bo'yicha, SMM bo'yicha kerakli informatsiyalarni berib, rivojlanishni kichik bo'lsa ham hissam qo'shish. Zo'r, gap yo'q. Albatta, keyingi mehmon kim bo'lishini izohlarda yozib qolsangiz xursand bo'laman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Yaxshi, sizga rahmat kattaga. Sog' bo'ling. Sizga kattaga. Точно.